Yozgi transferlar oynasida eng ko'p pul sarflagan klublar Real Madrid, Liverpool va Manchester City bo'ldi. Hozir bu jamoalarni sotib olgan qimmatbaho futbolchilar bilan tanishib, kim yaxshiroq siyosat yurgizganini ko'rib olamiz. Demak, 3-o'rin Real Madrid Xabi Alonso jamoasi yozda 3 futbolchini 118 million yevroga sotib oldi. Bular 10 million yevro faqat bonusi uchun to'langan, aslida tekinga kelgan Alexander Arnold, 45 million yevroga Massan Tuono va 63 million yevroga Den Hausen. Ikkinchi o'rin Manchester City. Shaharliklar bu yozda 129 million yevro sarflashdi. 37 million yevroga Ryan Cherki, yana xuddi shu narxga Ryan Aït-Nouri va 55 million yevroga Tijani Reinders. Va bu yozning boyvachchalari Liverpool. Merseysaydeliklar bu yozda hali transfer oynasi yopilmay turib 230 million yevro sarflashdi. 40 million yevroga Jeremy Frimpong, xuddi shu narxga Milan Kerkes va hozircha yil transferi bo'lib turgan Florian Wirtz. Xo'sh do'stlar, qaysi jamoa sotib olgan futbolchilar yaxshiroq? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.